ijtimoiy sabablar bilan siyosiy sabablarni. İctimai sebepten 5 türlü sebepten alaylı vaqtından sözülen. Birisi yaman dost. Ballarning dinni so'yib ketishi, islom yaratish sababdan birinchisi yaman dost. Bu atamni qattiq diqqat qilish lozim. Balasi kim bilan do'st bo'ldi, kim bilan aralashdi, nega bordi, ismini, telefon nomerini, ahvoli, ota-onasi ahvolini obdan berish lozim. Jannatga boshlaydigandan keyin eng sabab, muhim sababchisi bu yaqin do'st. Do'zaxga boshlaydigan, zalolatga boshlaydigan do'st. Bu hadisda bu to'g'riliq nurg'unlagan. Xo'sh. Ko'rsatmalar va oyat karimlarmi bu intaym. Yaman do'st, ijtimoiy jihatdan dinasi. Ikkinchisi bir qism maktablarning muhiti. Bir qism yurtlarning, shaharlarning muhiti bu yoshlarning dindan so'yib ketishdan sabab. Maktab qarasak, o'g'il qizlar aralashib bo'lgan, axloq uyg'un bo'lmagan ahvollar, ko'rinishlar, gap so'zlar, diniy tarbiya tuvan bo'lgan. Bu ko'pincha nima bo'lsa, aralash maktablarda yoki aqida, axloq tarbiyasi bo'lmagan maktablar yuz bir ko'pinchisi. Xo'sh. Unda bo'lganki, bolalar tadrijiy, "Jon, shunday o'xshaydi, bugungi zamon burunga o'xshamdi" deb ketaverdi. Endi ba'zi shaharlarga qarasak, biz İstanbul yashayapmiz, hozir Yevropadan ba'ziga jiq farq etmaydigan bo'lib ketib qoldi. Yevropadagi ahvolni aytsa, u ayrim bir dunyoda. İjtimoiy muhitni bolalarning dindan yiroqlashib ketishdan keyin, so'yib ketishdan keyin eng muhim sabablardan biri maktab va ijtimoiy muhit. Bu ikkinchisi, uchinchisi, ya'ni 25 sabab tashviqot vositalari qarasak, bugungi kunlikda har turli tashviqot vositalari qarasak, islomning obrazini xunuklaştirgan hujum intayin ko'p, fikriy jihat, ideyaviy jihat hujum intayin ko'p. Xo'sh. Masalan, yuqorqi misol qarasak, islom aqlli ish yo'q, ilm ma'rifatli ish yo'q, musulmonlarning ojizligi, keyinda qolib qolishining sababi, xo'rlikda qolib qolishining, mustamlikada qolib qolishining sababi mush islom dini. Uyg'ur tillik bir qism chala savat, qarqo'saq go'lining jiqlarimi mush tashviqotni damdodisi deydi. Xo'sh. Hattoki bir qism tashviqot vositalari yoshlarni ozdiruvchi har turli ozg'un aqllarni to'xtamay paydo qilib turdi. Masalan, bir qism bugun bizning qarasavasi misol qo'yishning hojati yo'q. Yevropadagi bir yoshlarimiz qilib cho'g'ilib yurgan. Endi Turkiya boshqa qarasak, deizm deydi, yanimishim deydi, ashunga o'xshash to'xtamay islomni yiroqlashtirish uchun mo'liqo'lashgandek aqm paydo qildigan, aqm yaratadigan bu xil illat ba'mudsi bor. Bu eng yomoni, eng xatarligisi ijtimoiy tashviqot uchunligi, islom qilayotgan tuhmatlar, shubhilar, fitna fasodlar va ozg'un aqmlarning ta'siri. Xo'sh. 26-si har xil tashviqot vositalari ozg'uvchi va buzg'uchi omillarning ko'pligi. Masalan, YouTube misolni ko'pincha yoshlar ko'radi. Instagram deydi, TikTok deydi. Yoki shunga o'xshash binasini deydi. Ko'pincha qarasa, to'g'ri narsami bor, xato narsami. Ammo yoshlarning ko'pinchisi vaksin urilmasa, balam, ma halal, ma haram, ma to'g'ri, ma bu gunoh bo'ladi deydigan manda dastlab bir vaksin urilib, davomli ko'zlab telefoniga tushirgan programmani ko'rgan nisbat tekshirib surishtirib turmasa, bolalar gunohni askariy tadrijiy. Demak, gunoh qancha olib ketsa, insonda e'tiqod ro'yi shuncha suslab ketadi. Axloq shu buziladi. Demak, namoz qo'sh yoqmaydigan, Qur'on qo'sh yoqmaydigan, halol harom kar yo'q gap qolsa, bu gunoh ma'siyatni ko'payadi. U bolalarda nima gunoh ma'siyat bor? Ko'pincha sariq shamdo yoki bo'lmasa ko'pincha mushu ijtimoiy uchur vositalarininki zahri kuchqaldi. 26 sabab ijtimoiy sababda bu tashviqot munosabat har xil hozir debdik buni. Yani 27 sabab bolalarning ko'pincha vaqtini telefon bilan o'ynash, telefon o'ynab o'tkazish, tor dunyosida o'tkazish. Hatta ba'zi diqqat qilmagan vaqtida ba'zi harom ko'rinishlar, yerim yalang'och ko'rinishlar, erlarning ayollarning olib qolsa, bu ko'zik chalqib qolmaydi deganmaydi bugun kunlik. Obdan diqqat qilmagan chaqda, obdan uni oldini olib vaksin solmagan. Bu mu bolalarning dinni so'yib ketishiga, dinni yiroqlashishiga sabab bo'lgan ijtimoiy omil hisoblanadi. Siyosiy. Omillarni 2 minut tugatamiz. Buningda shu 6 so'z ekan, darrov o'qib tugataylik. Mayli. Çünkü yana bir qatim to'xtalmaymiz. Yoshlarning dindan yiroqlash siyosiy omillarning birinchisi, islom ellarida hokimiyat beshikka chiqib olgan sekularizm aqimlarininki islomning ijtimoiy siyosiy hayotdan cheklaganligi, chatqaqqanligi. Yani ijtimoiy hayotda siyosiy hayot islomning tatbiqi to'sal o'latamiz islom dunyosiga sekularizm hokimiyat hammasi shu usulni qo'llanyapti. Bularning arab dunyosida. 29-si musulmonlarning ilm-fan sanoati keyinga qolib qolganligi, hokimiyatlarning bu ilm-fan sanoatga ko'ngil bo'lmaganligi bu mu yoshlarning din so'yib sabab. Agar bu din haq bo'lgan bo'lsa, nima uchun boshqalarga o'xshash musulmonlar sanoatda oldida emas, nima uchun ilm-fanda oldida emas?
Nima uchun bu davlatlar bunun kuchamaydi, bu musulmon ellar to'g'riliq, musulmon davlatlar to'g'riliq deydigan bu savol albatta keladi. Demak, ilm, fan, sanoat, texnikadagi musulmonlarning oqid qilib qilishimi bu yoshlarni din so'yib kirsa. Agar din haq bo'lgan bo'lsa, nima uchun bular boshqalarniki keynida qoladi? 30 sabab siyosiy sabablar. Bu zamonda islomning prinsiplari, qimmat qarashlari vakillik qilgan bir davlatningki bo'lmaganligi o'rnak xarakterlik bo'lsa. Agar bu din haq bo'lgan bo'lsa, to'g'ri bo'lgan bo'lsa, unda bo'lgan bo'lsa, qani kim mushni qilib qiladi deb bugungi yoshlar. Ama afsuski bu bir asr mobaynida islom dunyosini hammasini mustamlik kuch qilganligi, siyosiy hokimiyatlarning ko'pinchasiniki g'arbning yoki sharqning yoki mustamlikchining qo'li bilan kontrol qilayotganligini yoshlar bilmaganligi uchun kim bor deb buni misol oldi. Biz keyin ayrim tafsil to'xtalaylik. 31-si islom allarining mustabidlikning, siyosiy mustabidlikning avjalishi. İnsan huquqini dafsanda qilishi, siyosiy erkinlikninki cheklanib chiqishi bu yoshlarning dinini so'yib ketsin sabab. Hem ya insan hukuku yok, siyasi erkinlik yok, mustabid. Bu İslam degan müştaq olamdı, din müştaq olamdı. Mustabidlarninki jinoyatini İslamga atib qo'yish. 32-si siyasi mustabidlik sababidan islom harakatlariniki hareket tuvallab ketdi. Cheklamichi qo'yganlik uchun, to'salchi qo'yganlikni islom harakatlarini pasipala tushib qoldi. İslam davati ko'plagan ellarda cheklanguch chiqdi. Ammo ko'plagan yoshlar bu haqiqatni bilmaydi. Ve İslam devleti, İslam bizimiz neydi? Ameliyat karşı İslam hareketiga, o'ttirhal İslam hareketleriga, İslam davetlerine çeklim koyalım, tosal koyalım. Doğuğandaki bu İslam davet tosal oğaya tabi aleti yaşlarını müşkülden başka sahaya kirip geldi. Bugün bu nemiz şahit. 33'üncü yaşlarının vatan millet meselesi bugünkü bir kısım yaşlar. İslam dünyası ümmetsizmiş. Bu İslam dünyasıdan bizge payda kelmekti. Bu Arap dünyasıdan, İslam dünyasından bizge bir yardım kelmekti. Bizge payda kılıvatkanı bizdenki gibimizni qilayotgani g'aribda. Shuni qaragancha bu dinmi tayinliqkan deydigan bu xil tushunchaga sabab bo'lamiz. Eng oxirgisi 34-si g'arib dunyosida yashaydigan islomiy tushunchasi tuvan bo'lgan bir qism yoki ko'p qism Uyg'urlar. Qani ko'p sondagi Uyg'urlar. Bular nima deb qaraysa, dindorlikdan uzoq turishni g'arbninki qo'llashini qo'lga keltirishning vaqtdayning ochchig'ini keltirib qo'ymaslikninki muhim chorasi deb qaraydi. Bu tashviqotli kan. G'arb dunyosida yashaydigan bir qism insonlar Uyg'urlarni chet el saqlab qolish uchun dindan uzoq turish lozim. Qanday bu tashviqot? Ovozliq, videolik va boshqa shakllarda. Xitoy nima uchun millat mushakka keldi? Din sabab. Unda o'g'ancha dinni yiroq turib bu millatni qutqizib qoldi. Yani bir qismlar borki, biz g'arb dunyosiga yaqin tursak, uning fikrini qabul qilsak, madani qabul qilsak, ideyasi qabul qilsak, bu ashninki din bilan yozsak, enin kendimizga yardım qildi deydigan, bu xil tush ko'rdigan insonlarni xali bormiz, xali bor. Bu hammasi yuqorqi alt turliklari bu siyosiy. Bu shu 34 turlik sabablar menimki bayqishimda bu yoshlarning dinini so'yib ketishiniki, yiroqlab ketishiniki asosli omillar hisoblanadi.